Bugun 2-avgust 2026-yil Malika bozorida iPhone telefonlarining narxi bilan bitta tanishib chiqamiz. Lekin bugun sal boshqacharoq, sababi pamyati baland telefonlar bilan tanishamiz. 512 talik 1 terabaytli iPhonelar bilan. Bo'lmasam boshladi. Qo'limda 13 Pro Max 512 taliga turibdi. Holatini bitta ko'ringlar. Juda ham zo'r holatda. Orqa kirishga almashgan bo'ldi. Mana shu orqa qopqog'imizni almashgan, ya'ni telefon usta ko'rgan, lekin narxi $455. Telefonning o'ziga 3 oy kafolat, korobka dokumentlari bor, yo'mkislari 78. Endi sizlarga savol, $455 ga shu 512 talik 13 Pro Max ni xarid qilgan bo'larmidinglar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Agar qimmat bo'lsa, qimmat deb yozinglar, narxini tushirishga harakat qilamiz. Keyingi telefonimizda iPhone 15 Pro ning 512 taligi, yo'mkislari 79, holatlar zo'r holatda, bitta orqa kirishga almashgan bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsak, $690 chiqyapti. $10 kam $700. 15 Pro 512 talik, yo'mkislari 79, holati yaxshi, qora rangda. Orqa kirishga almashgan. Savol: $690 ga arziydimi yoki yo'qmi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Bitta like bosib qo'yinglar. Bu telefonimizni 16 Pro Max. Zo'r holatda, rostakasım Amerikadan kelgan. Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan. Mana Amerikadagi tanishimiz ishlatgan, bizga olib kelib sotib ketdi. 512 talik, yo'mkislari 98, holatini ko'ryapsizlar. Zo'r holatda, narxi lekin juda ham arzon chiqadi. $1000 emas, $980 ga 98 yo'mkisli 512 talik 16 Pro Max xarid qilsanglar bo'ladi. Endi yaqinroq kelamiz. K-, ya'ni telefonimizning korobkasi yo'q, lekin do'kon tomonidan kafolatlari bor. Oynamizda bitta ikkita sarapinalari bor, bo'ldi. Qora tonirovka stiklo bizdan sovg'a, ko'rinmay ketadi. $980 ga 512 talik 16 Pro Max sizlarga savol: arziydimi yoki yo'qmi? Shuni kommentariyaga yozib ketinglar, bizga qiziq. Xo'sh, hozirda bizada pamyati baland telefonlardan shular bor, ya'ni 512 talik telefonlar bor. Ko'rdinglar, 13 Pro Max, 15 Pro, 16 Pro Max. Hammalarni do'konda kutib qolamiz. Qanaqadir savollar bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi yoki kommentariyaga yozsanglar javob qaytaramiz. Videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar.